O'zbekistondagi yagona qilingan qo'l mehnatini ko'ring. 100 xil toshdan yasalgan. Voy dod, mana buni Yorishganlar qarang. ekan. Yana bu yoqqa kelaman. Yozuvlarni qarang, arabcha yozuvlarni. Har bitta detalni o'yib tiqib chiqilgan. Gap yo'q lekin borib. Mana buni qarang. Mana bu naturalniy tosh ekan. Tushunmayotgan bo'lsangiz tosh mana. Har bitta ranglar alohida tiqib chiqilgan. Bestik qilib bir-biriga kelib chiqilgan. Bu joyga kirgan paytimda bitta narsaga men hayron bo'ldim. Mana bu rasmlarni ko'rgan paytimda, bo'lsa bir maksimum bo'yalgan rasm bo'lsa kerak deb o'yladim-da. Kechata emas-da, Lekin men buni ko'rganimdan keyin men jinni bo'lib qoldim. Soqollarigacha idealniy qilib, soyalarigacha keltirib qo'yibdi-da. Soqolni qarang, aka. Soqolni o'z tolasini bilasiz. Millimetr menimcha soqol sochni ko'ryapsiz-ku. Mashinalarigacha keltirib bergan. Jigarang, qora, seri, oq, aralash. Jigar, shu joyda savol paydo bo'ldi. O'zbekistonda shunaqangi san'at asarini qaysi tosh bilan ishlaydigan yoki kafel bilan ishlaydiganlar qilib bera oladi. Mana tan oling, qilib bera olasizmi yo'q? Biz qilmaganmiz bu ishni lekin. Yorib qo'yishdi. O'ziga jo'natib qo'ying, kommentariyada fikringizni yozib qoldiring-da keyin, like bosishdan chiqdi-yu. Bu joyga hali sizlar ham kelasizlar. Endi xudo xolasa mana birinchi bizga kirib oldik. Oddiy xalq ichidan nasib endi sizlar ham kirasizlar. Inshaalloh. Xullas, lokatsiyani bitgandan keyin o'zi ma'lum bo'ladi.